Bu videoda o'quvchilar sapyor o'yinida 1 million so'm uchun bellashadilar. Bu o'yin omadga emas, balki mantiq va diqqatga asoslangan. Har bir ishtirokchida faqat bitta imkoniyat bor. 1 million so'm, 45 ta ishtirokchi, 15 ta bomba va faqat bitta g'olib. Nordic University. Ta'limda mukammallik sari. Ko'rasizlar yashilni? Mashinga bosishingiz kerak. Bu 100% bombaga tushmaysiz degani. Bosasiz, ochiladi. Nechtadir katecha, hammada ham ochilmaydi, mana bunaqa ko'p. Kimdadir 4 ta ochiladi, kimdadir 50 ta ochiladi. 50 ta ochilmaydi hech kimda. Mana bu 1 degani atrofidagi yecheykalarda katelardan faqat bittasida bomba bor degani. Tushunarligi? 2 degani atrofida faqat 2 ta bomba bor. 3 degani atrofida 3 ta bomba bor. Shunga qarab o'ynaymiz. Mishkada o'ynaysizlar. Mishkani chap tarafini bossangiz, turgan katechani ochadi. Agar mishkani 10 tarafini bossangiz, bayroqcha qo'yadi. Yana bitta narsa, siz birinchi bo'lib bosdingiz, katechaga ochildi. Keyingisida qarang, bombaga tushdingiz. 2 marta bosdingiz, bor yo'q, to'g'rimi? Qarang, mana bitta kliks ko'rasizmi? Bor yo'q 2 marta ishlatdim. Sizga yana shans beriladi boshqatdan boshlashga. Lekin 3-chisidan agar bombaga tushib qolsangiz, demak siz o'ynashni bilmaysiz. Birinchi beradigan savolim, kim birinchi bo'lib boshlashni xohlaydi? Faqat bitta odam, qolganlar ro'yxat bo'yicha ketamiz. Kim birinchi bo'lib chiqishni xohlaydi? Kel. Familiya? Bo'l. O'tir. Tegmay tur faqat. Keyingisi. Bizadan chiqadi. Bormi Ergashev va Osiyo? Keling. Eng yosh ishtirokchilarimizdan birinchisi, bittasi. 3-sinf. To'xtang, shoshmang. Ochsam hech narsa bo'lmasa. 1 million so'm. Yolg'on narsa emas, hech qanaqa bir aldov emas. Biza prosta bor narsani aytdik. Yutgan eng qisqa vaqt ichida topgan sapyor, ya'ni bombalarni kim topsa eng qisqa vaqt ichida 1 million so'm oladi. Tushunarligi? Tayyormizmi? Qaranglar, men start demayman, o'zingizlar xohishingizga qarab boshlayveringlar. Xo'pmi? Boshlashinglar bilan o'zingizlarning har bitta odam vaqti ketadi, hisoblanish boshlanadi. Osiyo boshlayvering o'zingiz sekin. Hop. Bu yerda vaqt muhim. Qanchalik qisqa vaqt ichida bombalarni topa olsangiz, to'yiz bo'sh katellarni ochib chiqa olsangiz, yutasiz. Bombaga tushdinglar? Qiyin ekanmi, oson ekanmi? Hop. Bizda bu bombaga tushgani uchun hisobga olmaymiz. Bu natija hisoblanmaydi. Agar hammasini ochib chiqqanda vaqtini yozgan bo'lardik. Osiyo o'ynaveradi. Kim? Keyingisi chaqiraman. Osiyo tushib qo'ydi-ku bombaga. Hop, mayli. Keyingi safar tayyorlaning, xo'pmi? Keyingisi. Hop. Soatlar. To'xtang, nechta klik bo'ldi? 2 ta, boshqatdan boshlang. 2 ta bu klik bo'ldi, e'tibor bering. 2 marta bosdi bu. Shans beriladi. Boshqatdan. Smaylikka bosasiz. To'xtang, bitta. Nechta bombaga tushdikmi? Voy. Keyingisi. Yana bitta boshlang. Siz bilasiz yoki o'ynashni, yoki rostdan bombaga tushyapsiz. Bombalar yaxshi ko'radi sizni. Mayli. Keyingisi. 4 degani atrofida 4 ta bomba bor degani. 5 bo'lsa atrofida 5 ta degani. Tushunarligi? 1 bo'lsa atrofida faqat bitta bomba. O'sha katena. Mayli. Keyingi o'yinlarda ko'rishguncha deydi. Hop. Voy, bombaga tushib qoldik-a. Mayli. Farruh. Keyingi o'yinlarda ko'rishguncha. Keyingisi. Nima bo'pti bu yoqda? Wow! Omad kelsa, srazu nima bombalar sizdan qochyaptimi? Ha? Ma'mul bosdim, Mana eshiting. Nima deyapti? Ma'mul bosdim. 10 tarafini bosdim deyapti. Ogohlantirdim, ha? Savol tug'iladi. Agar mana qarang, o'ynayapti Muhammad Amin. Aytaylik, o'ynayapti, chegara yo'qmi? O'ynaveradi ertalabgacha, sekin-sekin.
o'ynaveradi. Paka bombaga tushmaydi yoki hamma maydonchalarni ochmaydi. Voy! Kapechal qo'yinglik. Bilasizlarmi, sapyor o'zi nima degani? Kim sapyor? Da, rostakam hayotda sapyor u kasb, bombalarni zararsizlantiruvchi odamlarni sapyor deydi. Rostakam bombani. Tushunarlimi? Bu o'yin ham o'shanga asoslangan, o'sha g'oyaga asoslangan. Qarang, ichimizda eng yaxshi sapyor, pakashda eng yaxshi sapyor oxirigacha keldi. Ikkita bomba qoluvdi. Mishka adashib ketdimi? Voy. Yo'q, bu hisob kirmaydi. Hisob kirmaydi. Yo'q, natija hisoblanmaydi. Bombaga tushdi-ku. Xo'p, keyingisi, mayli. Nima deymiz? Hamma narsa bo'ladi. Esinglarda tursin, nima uchun sizlar o'ynayapsizlar? O'yin tugagandan keyin faqatgina bitta odam shu yerdan pul bilan ketadi. Ishtirokchilarning juda ko'pi logika va strategiya bilan o'ynashning o'rniga intuitsiya va taxminlarga suyanishni tanlashdi. Ko'rib turganingizdek, ular juda katta xatoga yo'l qo'yishganini tushunib yetishdi. Ana, o'xshamay qoldi. Voy, dash risk ketyapti bu yoqda. Taxmin. Voy. 1 2 o'tib ketdi. Qaytadan boshlasang bo'ladi. 1 2 bo'ldi, davom et tur. Shansing yo'q boshqa. Sen spesialni qildingmi? Tez o'ynasam bo'ldi deb. Sizlar adash qoidadan noto'g'ri tushunmadinglarmi? Bombaga tez tushish emas. Hamma bombalarga tushmasdan tezroq ochib chiqish. Bombalar soni 15 ta bo'lgani uchun bu juda ham ko'p va ishtirokchilarning birontasi oxirigacha yetib bora olmasa kerak deb qo'rqan edim. Ammo to'g'ri strategiya qo'ygan ishtirokchilar va o'yinning logikasini tushunganlar ham topildi. Bu 105 deb qo'ysangiz ham mayli. Bu hamma bu polni ochib chiqdi, bitta ham bombaga tushmadi. Bizlar Muhammad Amin. Mana, sen deyarli yutganding. Ikkita bomba qoluvdi. Sen bilarding u bombalarning qattaligini, to'g'rimi? Nimaga bosmading? Bosilib ketdi. Lekin sen bundan qisqa vaqtda qiluvding, ha? Tez qiluvding. 64 yil. Albatta. Xo'p, Shokirjonov Usmon 164 sekundda ochib chiqdi hamma maydonni. Bitta ham bombalarga tushmay va Murodov Timur 107 sekundda ochib chiqdi hamma polyani. Bitta ham bombalarga tushmay. Bu nima deganini bilasizlar? 1 million so'mmi? Topshiramiz. Murodov Timurga. No, ты убедись, открой, убедись. Tak. O'yin qiziq bo'ldimi? Yoqdimi? Chestni bo'ldimi? Tabriklaymiz. Вопрос на 1 million so'm. Nima qilasan bu pulni? Oyimga beraman. Ana. Tabriklaymiz. Keyingi videolarda bundan ham qiziq bo'lgan o'yinlarni, bundan ham qiziq bo'lgan musobaqalarni va bundan ham kattaroq bo'lgan sovrinlarni qo'yamiz. Ko'rishguncha.